mana shu yo'ldan nima chiqadi-yu, ko'zimga nima ko'rinadi-yu, o'shanga taalluqli sohani aytaman, Muslim ishlaganini ham bilamiz. Daraxt, ekologiyaga oid. Ishlagandik-ku narsa muhofaza. U mehnat muhofaza qilishdi. Kiyim-kechak, shim, ko'ynak, do'kon. Chiqib turardim yakshanba kuni qarashgani. Telefon qilib isbotlab beraman hozir. Eshitganmiding ko'ynak sotganini? Kiyim-kechak eshitmaganman. Jigar suyimsiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Isbotlab. Bek barakada Ali o'qish payti yakshanba kunlari chiqib ko'ylak sotganmiz, eslaysizmi? O'shani esizdami, yo'qmi deb o'shani so'raydi, tiqiladim jigar. Ishonishmadi-da, o'shanga isbotlab qo'yib Mana qora kunlar bo'lgan, uni ham yetdi. Ha, bo'pti. Muslim meni 15 yil bo'ldi taniyotgan, men ko'ynak sotganini endi bilishim. Yoshing o'zi 28da. Bir kun ishlaganmisan? Qum koniga 2 ta odam. Men, Sement zavodiga men, ko'mir ortishga, men, otxona tozalashga, men, undan tashqari men. Parkda ishlaganmisan, Muslim? Ha. Kim bu? Parkda emas, Samarqand darvozada attraksionlarga xarid. Qadar mana katta yuk mashinalaridan mol tushirish, bir narsa грузчиклик deydi-yu. Грузчиlardan boshlab zavskratligigacha ko'tarilganman. Lekin rostdan men zo'r zavskrat bo'lganman deb o'zim maqtashaman. Dальний время bilib turgan narsa. Qalam tebratyapti. Rostdan ham. Shoir ham-da, qizig'i bor. Muslim, men ishonaman, ukam. Men ishonaman. Nima sen ishonaman? Bitta obunachimiz aytdi. Muslim akamning keyingi gaplari ham to'g'ri aka deb yozdi. Shunaqa. Mana shu kuzatayotgan tanishlarning ichida birga ishlagan tanishlarimiz bo'lsa, qayerda bo'lsa ham yozinglar, siz bilan ham bitta ishlaydik deylar, men o'zim bitta o'qib chiqib, atletlarni ham storyga qo'yamiz, xudo xolasa. Ana. Hamma yozinglar, mana shu bir isbotlab qo'yaylik.